Assalomu alaykum Miron. Sizni ko'rganimizga xursandmiz. Hozir Instagramda aylanayotgan o'sha 2-3 kundagi videolar haqida o'zingiz fikringizni aytsangiz bir-ikki og'iz. Xo'p, o'zimning fikrimga keladigan bo'lsak, Odilxon ikkita bala bilan oldiga menga vizit tashadi. Vazifaga o'zimning atvetimni berdim. Ya'ni u meni ko'rib chiqib, o'rganib chiqib, что yelkasi meni og'ir veslarni ko'tara olmasligini bilib turib, Sardor degan, Sanjar degan bala Shahzodga, Goldga, Saturnga, ya'ni Odilxonga vizit tashabdi. Uni ko'rdi-yu, men profilimga kirib turib pashshat qilganman, meni o'rganib chiqqanman, meni отказ qilib turib, sразу unga sakrab ketyapti. Gold aytdiki, что meni o'rninim emas, men sen bilan urushmay, kerak bo'lsa pullaringni ham yo o'zingga problem yaratib qo'yishim ham mumkin dedi. Xullas, gapni ochig'i, bari bayslarga emas, mana PR qilib, o'zini Instagramini ko'tarmoqchi bo'lib, yo oktagonga chiqib urushmoqchi bo'lgan, bays bo'lmoqchi bo'lgan blogerlarga. Mana qaranglar. Menga kelib turib og'ir mehnatni qilinglar, zalda terlanglar, zalni qadrini, qiyinchiligini bilib turib, keyin bir odamga vizit tashlaylar. U endi ikkita sportsmen bir-biriga tashsa yarashaveradi, chunki ular hayotini tikib olgan, umrini tikib olgan zalga. Ular shu gap. Ular bilan jang bo'lishi ham mumkinmi? Ular bilan, ya'ni Odilxon bilan-da, to'g'rimi? Yoki Samandar yoki Odilxon. Samandar, meni o'rvenim emas deb hisoblayman. Odilxon ham menga Odilxonni prosta qilgan qilig'i yoqmadi. Erkakka o'xshab chiroyli turib gapirib, ularning oldida turib bergan bo'lsa ham, chiroyli gapirib turganda ham bo'lardi. Lekin Hezalakka o'xshab xiringilab kulib turgani uchun menga uni deysivalari yoqmadi. Men undan prosta so'ramoqchiman. O'sha qilgan qilig'ingni deystvangni prosta menga tushuntirib ber, nima uchun bunday qildingsan? Tamom.